Biz toy qilgandan yaqida men sovuq qilgan narsalaringizga mo'sh ha. Necha pul qoldingiz mashni? 28 koyga. Maaş ikisini-chu? Şu ikisini 24 koydun ağa. Mani-chu? Onu 32 koy aldım o deydi mi? Bana moşuna can narsani sovuq qilishdan numus qilmadingizmi? Bir pulga yarag'idagdan biras yo'qkan-ku buning ichida. Ba, zencine xilqimat ağa. Zenci? Moşuma? Ha, Necha pul qolgan buni? bunu 48 koyga ağa. Hey, siz moşunu sovuq qilgan vaqtingizda hammasi sap oltin deb atmamdingiz. Şu seni hoş qilay deb shunda deb qo'ygan shu yaxshi ko'nglim bilan qilgan yolg'on gap bu. Voy tahi, qurib ketsa shu yaxshi to'g'lingiz. Qani menga mashina avasini olaman deb olgan necha ming ko'p pul. Nega xarjlatdingiz? Xejlimidim ne? Hey, olgan bo'lsangiz ham siz nega katta o pul? Olgan narsangiz 200 ko'ga to'shmaykan. O pulni xejlimay yig'ib qo'ygan. Yig'ib qo'ygan? Yig'ib qo'ygan bo'lsangiz olib chiqamsiz? Yig'ib qo'ygan pulingizni men bir ko'rib boqay. Ha? Necha pul bu? 30 ming koyunu. Hənin bo'lsa pulni xarjlatmay yig'ib menibsiz. Bo'lmagan bo'lsa siz bilan to'liq deyishdim men bugun. Saq 30 ming ko'ymiya bu? Saq 30 ming koy. Endi men ma pulga oltin olsam bo'laqan-ku. O pul mening tursa, sizlar hamma oltin elbasan qanday bo'ldi? Ey gacey, mendan oltin epirma deb pul elib. Menga hammasiga jonasini epirib, aniki eshib qolgan pulni yig'ib maqsa, aniki ma pul seni o'nglab qoldimi endi? Endi biz xotin bo'lgandan seni mening deyishmasmiz. Ha, ma'qul. Seni mening deyishmagandan keyin men ma pulga oltin olaman. Boshqa fikringiz yo'q-ku? Ma'qul asangni elingni, lekin pulni menga versangni men o'zim olib kirib beray oltinni. Yana eski tumi bilan qo'llamoqchiman meni. Bo'ldi, o'zim chiqib qolaman men. Unda qo'ymas, lekin Voy, lekin pikillaringizni qo'yib, usta, men limonga berib qo'y, siz meni iching. bu vaqt o'tib ketdimi bu limonning? Unda emas-ku. Taq bayatlab kedim men buni. Ay bu Kevser limon emasken bu potolkisi layis o'xshagan bilan bu ta'mi o'xshamayki faqatli buni. Voy, xil paxtal ekansiz a? Qana o'lib qoldingizmi? O ta'mi boshqacha tomamdi buningki. Bu Kevser limon degan bir yutib bo'g'ich butun badanni ruq titratdi. Ma bu bir g'alay tomamdi bunning ta'mi. Ha, men yangi chiqqan ekan, shuni olib kirib qo'ygan meni ichib yurang bo'ldi. Xotin, yana Kevser limonning ta'mi payzidi. Ma'ni faqat ishkim kelmadi. Kevser limon bo'lsa shuni ichay, ma'ni ichmayli. Ha, hajatmi bir qalbingiz to'la ekan sizniki. Atkilan. Elan mana. Endi joyiga tushdi buni. Echirishim boshqacha emasmi buniki? Alamet payzma. Mana bo'ldi buni. Bozorda şu çapınıma, potulkisimi, layisimi o'xshash limonlar aynib ketibdi. Lekin mush Kevser markasi qilib diqqat qilsanglar xatolashmaysizlar xuddi mushbek payzi. Voy, ma'qul. Men bilib olay buni lekin. Ey ras, ma pulning hammasini men elbasam matas qamlashmag'iday. Sizga 500 ko'p pulni berib, qolganini men oltin olay qandoq? Hey, to'xtang.
Bo'ldi, men pul ajlamasam bo'ladi. Ay, sepqani mushbet, somqani mushbet. Yo'q, sizlarga bersam qanday bo'ladi? Yo'q, ma'quldan, men pul bersam. Jim turanglar. Hey, bu Neymiş bu? Hey, moşnağımı saklı qışatken gapma? Maş gündən kilaqalıqını bilib, aldın tayarlıq qoya işlerinki ne bu? şu Hey, şu şullarını koyap, menden altın alama dep ağam pulu ne getdi? Şu gapni bildigin bana. o pulni Xentam getipegen. Kentamğa? Kaçan? Boya. Hey, atamğını biz getipediniz o pulni? Şu sılni Hadi iç şuna ya. Şu pulni gözü sılni aqtıralım edip el olamı gidip şu Xentam etotkan azrak olsun bir qazırımız az olsun da. Açı pul aqtayıran ben bir görey. Ha? Ha bulaptı. Şu pulçu sizin kolunuzdan xajlanıp ketmey, atamğa tekken bosu bulaptı. Yani bostu bu degen ne çıkıp degen. Mahmuz bayqın yasını resmin, yalğa resmligen bilip qalğan bolsun. Yemen günü görev bolupdum mene. Yalğanı 40 yalğanı yamaydı dep ejep teskil diye bu yalğan gap qılmış.